Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar hamda talabalar. Bizning G'allaorol tuman axborot kutubxona markazimizga xush kelibsizlar. Barchalaringizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda kitob mutolaasiga alohida urg'u berilyapti. Xususan, hukumatimizning 2020-2025 yillarga mo'ljallangan kitobxonlik madaniyatini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish milliy dasturi qabul qilingan. Adabiyoti, jahon adabiyoti deganlarga alohida kitoblarda javonga alohida qilib tibasini yozilgan. Rus adabiyoti, jahon adabiyoti, keyin siyosiy adabiyotlar, prezident tumbalari. Ilmiy ommaviy adabiyotlar bizning kitobimizda Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsizlar axborot kutubxona markazimizga. Men bugun Unicode.uz tizimida bibliografik yozuvlarni yaratish, hujjat nusxasini kiritish texnologiyasi haqida tushuncha beraman. Keyin o'tkazing.